Xo'p, demak, kvadrat tenglama va chala kvadrat tenglama bo'yicha demak mavzu boshlaymiz. Xo'p, kvadrat tenglama degani nima degani? Demak, birinchi biz o'zi kvadrat degan narsani tushunishimiz kerak. Ya'ni kvadrat degani masalan bizda aytiladiki geometriyada ba'zi bir tushunchalar bor. Ya'ni masalan 32 santimetr kvadrat. Bu ya'ni tomoni 32 santimetrdan bo'lgan nimasi demak kvadratning yuzi. Xo'p, xuddi shu holatda bo'ladi, ya'ni santimetr kvadrat. Mana kvadrat daraja indeksi 2 bo'lishi kerak. Bizda oldin xo'p chiziqli tenglamani ko'rganmiz. Ya'ni masalan ax plus b teng qanaqadir bitta y ga. Ya'ni shu ko'rinishda, ya'ni x darajasi doim 1 bo'lgan. Xo'p, endi bizda kvadrat tenglamada shu x darajasi bizda kvadrat bo'ladi. Ya'ni kvadratni to'liq formulasi ax kvadrat plyusdan bx plus c teng 0. Shu ko'rinishidagi tenglama demak bizda kvadrat tenglama hisoblanadi. Endi kvadrat tenglamani ichida bu yerda a bu bosh koeffitsient deb ataladi. Demak a bu bosh koeffitsient. Xo'p, bu yerda x demak kvadrat tenglamaning ildizlari. B bu ikkinchi koeffitsient, S bu ozod xat deb ataladi. Xo'p, endi buning ichida bizda ikki xil usul bor. Ya'ni e, diskriminant usuli va Viet usuli. Xo'p, birinchi biz buni ko'rib chiqsak, ya'ni kvadrat tenglama. Xo'p, yozaman. Ax kvadrat plus bx plus c teng 0. Xo'p, agar bunda s barobar 0 va b teng emas 0 bo'ladi. Ax kvadrat plus c teng 0 bo'lishi uchun demak bizda s teng emas 0 va b teng 0. B teng 0 bo'lganda mana bu xat yo'qolib ketadi. Keyingisi, masalan ax kvadrat teng 0 bo'lsa, bunda s ham 0 ga teng, b ham nima bo'ladi? 0 ga teng bo'ladi. Xo'p, buni ichida bizda diskriminant hisoblanadi. Diskriminant degani nima degani? Diskriminant degani demak b kvadrat minusdan 4ac. Demak shu formula qo'yiladi. Bu yerda b, a, c'lar bu koeffitsient. Oddiygina ax kvadrat plus bx plus c ni mana oldidagi demak koeffitsiyentlar. Xo'p, diskriminant topiladi va ildizlari qanday bo'ladi? Ildizlari agar birinchi hol uchun diskriminant katta 0 bo'lsa, ikkita ildiz bo'ladi. Diskriminant teng 0 bo'lsa, demak bitta ildiz bo'ladi. Va uchinchisi diskriminant kichik 0 bo'lsa, bu demak bo'sh to'plam, ya'ni yechimga ega bo'lmaydi. Ya'ni bu nima degani? Ko'radigan bo'lsak, masalan, birinchi hol uchun diskriminant katta 0 bo'lsin. Diskriminant katta 0 uchun x 1 va 2, ya'ni x1 2 ni topish formulasi. Bu yerda ildizlar minus b plus minus ildiz ostida d taqsim 2a. Demak shu formula bo'yicha topiladi. Ya'ni bu yerda plus minus olganimiz sababi demak birinchi ildiz uchun musbat orasi plus olinadi. Ikkinchi ildiz uchun orasi demak manfiy olinadi. Bu umumiy yozilishi. Xo'p, endi agar ikkinchi hol uchun diskriminant teng 0 bo'lib qolsa-chi, bunda bitta ildiz bo'ladi. Demak minus b taqsim 2a. Xo'p, bu kvadrat tenglamani qanday qilib, masalan, grafikda tushunadigan bo'lsak, bu y o'qi, bu x o'qi bo'lsa. Xo'p, birinchi hol uchun mana ikkita ildizga ega. Mana x o'qini demak 2 marta kesib o'tdi. Mana bu birinchi kesib o'tgan, bu ikkinchi kesib o'tgan. Shu ikkita kesishganni x1 va 2 demak ildizlari bo'ladi. Endi ikkinchisi, masalan, diskriminant teng 0 bo'lganda, demak bu nima bo'ladi? Koordinata boshdan o'tadi. Koordinata boshdan o'tadi. Demak bu yerda faqat bir dona ildiz bo'ladi, ya'ni shu koordinataga urinish nuqtasi. Agar
bizda diskriminant kichik 0 bo'lganda esa x o'qini kesib o'tmadi, ya'ni yo parabola shoh pastga yo parabola shoh tepada yuqorida bo'ladi. Darvoqe agar parabola shohiga qaraydigan bo'lsak, agar a'imiz musbat bo'ladigan bo'lsa, parabola shohi yuqoriga qaragan bo'ladi. Agar a'imiz manfiy bo'ladigan bo'lsa, parabola shohi pastga qaragan bo'ladi. Demak, shu ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, endi bu bizda diskriminant usulida yechish edi kvadrat tenglamani. Xo'p, endi biz ikkinchi usul, ya'ni Viet usulida yechish. Viet usulida yechish qanday bo'ladi? Xo'p, demak yozsam. Demak, Viet usuli. Viet usulida demak bizda umumiy ko'rinishi ax kvadrat plus bx plus c teng 0. Shu ko'rinishda agar kvadrat tenglama berilgan bo'lsa, biz nima qilamiz? Biz bu yerda har birini a ga nima qilamiz? Bo'lib yuboramiz. Bo'lib yuborsak, shunda x kvadrat plusdan b taqsim a plusdan demak x bor, plusdan demak c taqsim a teng 0 bo'ladi. Xo'p, demak shu ko'rinishda kelsa, bu Viet usulida ishlaganimiz ma'qul. Ya'ni qanday bo'ladi? X kvadrat plus bx taqsim a plus c taqsim a teng 0. Shu ko'rinishda bo'lsa, bizda buni x kvadrat plus p x plus q teng 0. Shu ko'rinishda yozamiz. Bu yerda P'imiz teng bo'ladi B taqsim A ga, Q'imiz teng bo'ladi demak C taqsim A ga. Bu yerda bitta zo'r usuli bor. Uni demak bizda x1 plus x2 teng, ya'ni x1 plus x2 degani ildizlari yig'indisi doimo minus P ga teng bo'ladi va x1 ko'paygan x2, ya'ni ildizlar ko'paytmasi doim Q ga teng bo'ladi. Ya'ni nima bo'ladi? Minus P nimaga teng? P'imiz mana demak P'imiz bu bo'lsa B taqsim A bo'lsa yozsam, minusdan B taqsim A ga teng. Ildizlar ko'paytmasi esa S taqsim A ga teng. Demak, shu ko'rinishda yechish mumkin. Xo'p, endi bizda bir qancha ko'rinishlar bor bu yerda. Xo'p, ko'rsatib o'taman. Ya'ni birinchisi Viet usulida yozishda demak x1 birinchi ildizning kvadrati plus x2 ning kvadrati teng bo'ladi p kvadrat minusdan 2q. Ya'ni agar sizdan ildizlari kvadratlari yig'indisini so'rasa, demak p kvadrat minus 2q dan foydalanasiz. Bu birinchisi. Xo'p, keyingisi ikkinchisi. x1 minus x2 ni so'rasa, bu doim ildiz ostida p kvadrat minus 4 ta q yoki bo'lmasam d ga, ya'ni diskriminantga teng bo'ladi. Va bu yerda x1 x2 dan katta shart qo'yib qo'yalik. Demak x1 x2 dan katta. Shu hol uchun o'rinli. Xo'p, endi uchinchisi x1 kvadrat minus x2 ning kvadrati. Ya'ni kvadratlar ayirmasini so'raydigan bo'lsa, bizda minus p, buni o'zingiz keltirib chiqarsangiz bo'ladi, muammo yo'q. Xo'p, ildizda p kvadrat minus 4 ta q. Shunga teng bo'ladi. Bunda ham demak nima bo'ladi? x1 x2 dan katta sharti. Xo'p, to'rtinchisi. Xo'p, to'rtinchisiga yana masalan kublar ayirmasini so'raydigan bo'lsa, x1 ning kubi minus x2 ning kubi. Agarda shuni so'raydigan bo'lsa, ildiz ostida p kvadrat minus 4 ta q, demak mana ildizni yopamiz va qavs ichida p kvadrat minus q. Xo'p, bu yerdan x1 katta x2. Ya'ni ishorasi o'zgarib qolmadi-da, shu usulda topiladi. Xo'p, yana ko'radigan bo'lsak, masalan 5-si. Endi kublarning yig'indisi bo'lsin. Masalan x1 kub plus x2 ning kubi. Bu 3 ta p q, xo'p, minusdan p ning kubi. Shu ko'rinishda bo'ladi. Masalan 6-si. Ko'proq uchraydigan, ya'ni 1 taqsim x1 plus 1 taqsim x2 ni so'raydigan bo'lsa, bunda minusdan p taqsim q bo'ladi.
Ya'ni uni olib qo'ysangiz bo'ldi, muammo yo'q. Yettinchisi. Masalan, 1 taqsim x 1 ning kvadrati plus 1 taqsim x 2 ning kvadrati. Bu holda bo'lsa, demak, suratda p kvadrat minusdan 2q taqsim, demak, q ning kvadrati. Shu holda bo'ladi. 8-inchisi. Yana masalan bizda bo'lsin, kelinglar masalan x1 taqsim x2 plyusdan x2 taqsim x1 bo'lsin. Bu nimaga teng bo'ladi desa, bu ham p kvadrat minus 2ta q taqsim q ning o'zi bo'ladi. Ya'ni q kvadrat bo'lmaydi. Xo'p, xulosa shu. Endi buni masalan keltirib chiqarish. Keltirib chiqarish birinchisini ko'rib beraman. Ya'ni o'rgatib qo'yaman, qolganini ishlaysizlar. Xo'p, isbotda. Qani ketdik. Isbotda. Masalan, bizda so'rasin x1 kvadrat plus x2 ning kvadrati. Xuddi shuni so'rasa, biz qisqa ko'paytirish formulasini o'rganganmiz. Demak, buni nima qilaman? x1 plus x2 ning kvadrati desam, ortiqcha ikkilangan bor. Demak, shuni nima qilaman? Ayirib qo'yishim kerak, ortiqcha ikkilangani. Bo'ldi. Mana bu yerda yig'inda bor, ko'paytma bor. To'g'rimi? Demak, yig'inda bilan ko'paytmani unga borib qo'ysam bo'ldi. Yig'inda minus p ning kvadrati bo'ladi. Minus 2 ko'paygan nima bo'ladi? Q bo'ladi. Demak, bu degani p kvadrat minus 2q. Demak, oddiy, muammo yo'q. Xo'p, yana masalan, bizdan so'rasin qaysini? Xo'p, qiyinrog'ini yozaylik. Masalan, yana bitta topib bersam, sizlar uchun qolgan o'zingizlar topasizlar. x1 kvadrat minus x2 ning kvadrati. Xo'p, buni topish uchun nima qilamiz? Buni ajrataman. x1 minus x2 x1 plus x2. Manda bu bor, muammo yo'q. Manda x1 minus x2 yo'q. x1 minus x2 ni topish kerak. Demak, bizda yana muammo. Demak, x1 minus x2 ni alohida topib olaman. x1 minus x2 ni topadigan bo'lsam, nima qilaman? Xo'p, x1im nimaga teng? x2 nimaga teng? Demak, x1im minus p, to'g'rimi? Plus ildiz ostida p kvadrat minusdan 4ta q taqsim 2 minusdan, xo'p, minusdan p, endi buni orasi minus bo'ladi. Demak, p kvadrat minus 4ta q taqsim 2. Xo'p, teng ikkalasini qo'shib yuborib soddalashtirsam, mana oxirgi yechim. Bu juda ham oddiy. Demak, ildiz ostida p kvadrat minus 4ta q. Demak, shu chiqadi. P kvadrat minus 4ta q degani x1 minus x2 ni berar ekan. Uniga borib qo'ysam, buni soddalashtirsam. Demak, buyum nimaga teng bo'ladi? Minus p. Chunki yig'indisi minus p da. Minus p ko'paygan ildiz ostida p kvadrat minus 4ta q. Xo'p, mana sizlar uchun uchtasini isbotlab berdim. Ya'ni x1 minus x2 ni va x1 kvadrat minus x2 kvadratni va kvadratlar yig'indisini hisoblab berdim. Xo'p, qolganini o'zingizlar hisoblasizlar. Demak, muammo yo'q. Xo'p, shu yerda yana qo'shimcha narsa o'tib beraman. Ya'ni b kvadrat tenglama. Chunki hozir kvadrat tenglama tushungan odam b kvadrat tenglamani bemalol ishlaydi. Juda ham oddiy. Masalan, ko'rsak, b kvadrat tenglama. B kvadrat tenglama. B kvadrat tenglama degani ax4 plyusdan bx kvadrat plus c teng 0 ko'rinishidagi tenglamaga b kvadrat tenglama deyiladi. Buni ishlash usuli faqat bir dona. Ya'ni nima qilamiz? O'zimiz kvadrat tenglamaga o'tamiz. X kvadrat t deyman. Bo'ldi, olib borib qo'ysam. Nima bo'ladi? at kvadrat plyusdan bt plus c teng 0 bo'ladi. Ya'ni o'sha o'zimiz usul, ya'ni t 1 2 diskriminant usulida topsak minus b plus minus ildiz ostida d taqsim 2a. Faqat mana bu chiqqan natija t ni
x kvadratga olib kelib qo'yamiz. Ya'ni t1 teng x kvadratga t2 teng x kvadratga deb turib, mana yechimlar nechta chiqadi? x1, x2, x3 va x4 chiqadi. Ya'ni bizda b kvadrat teng nimada eng ko'p to'rtta yechimga ega bo'ladi. Bu ham diskriminant katta 0 bo'lganda tegishli. Endi to'rtta yechim va bitta qonun qoidasi bor. Ya'ni x1 plus x2 plus x3 plus x4 doimo 0 ga teng. Ya'ni b kvadrat teng nimada? Ildizlar yig'indisi doimo 0 ga teng bo'ladi. Xuddi shu ko'rinishda ishlaysiz, muammo bo'lmaydi. Xo'p, demak, sizlar bilan bugun kvadrat teng nima, chala kvadrat teng nimani ishlash va b kvadrat teng nimani o'rgandik. Keyingi mavzuda ko'rishguncha.